Har bir o'simlikni o'ziga xos urug'i bor va bu urug'lar ko'rinishi, hajmi va sifati jihatidan bir-biridan butunlay farq qiladi. Xo'p, bu urug'larning ichida nima bor? Mana shu joyda sizni fikringiz kerak bo'ladi. Kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Istasangiz majoziy ma'noda yozing. Ya'ni har bir urug'ning ichida nima bor? Men esa davom etaman. Har bir urug'ning ichida mana shu o'simlikni butun hayoti qanday bo'lishini formulasi jamlangan. Bu formula, ya'ni o'simlik qanday urug'i bor, qanday o'sadi, qanday rivojlanadi, qanday meva beradi, qanday quriydi, hammasini o'zini ichida jamlagan. Mana shu savolni ham o'zingizga berib ko'ring. Agar biz har bir o'simlikni urug'ini ichidagi formulani bilsak, bu bizga qanday imkoniyat beradi? Kommentariyada yozib keting. Bu formulani bilishimiz bizga shunday imkoniyat beradiki, har bir o'simlikka qanday ob-havo kerak, qanday darajada namlik, ya'ni suv kerak, u nimani hisobidan tez o'sadi, nimani hisobidan zarar ko'radi, yonida qanday o'simlik o'sadigan bo'lsa yaxshi o'sa olmaydi, yonida qanday o'simlik bo'ladigan bo'lsa oson, tez rivojlanadi, uni mevasini katta bo'lishiga nima sabab bo'ladi, mevasini kichkina bo'lishiga nima sabab bo'ladi, rangi, mevasini rangini chiroyli bo'lishiga nima sabab bo'ladi, xunuk bo'lishiga nima sabab bo'ladi. Umumiy olganda har bir o'simlikni barcha imkoniyatini bizga ochib beradi. Endi tasavvur qiling, siz o'zingizni uyingizdagi ekayotgan narsangizni har bittasining formulasini bilsangiz, qanday hosil olishingiz mumkin? Sizda qanday hosil olishga imkoniyat bo'ladi? Bir tasavvur qilib ko'ring. Endi bu formula insonning ichki olami haqida bo'lsa-chi? Ya'ni biz ma'lumotlarni qanday qabul qilamiz? Ularni qanday aqlimiz orqali tartiblaymiz? Qanday fikrlaymiz? Qanday xulosalar chiqaramiz? Tushunchalarimiz qanday paydo bo'ladi? Ehtiyojlarimiz qanday paydo bo'ladi? Bizdagi emotsiyalar qanday paydo bo'ladi? Bizdagi bu emotsiyalar orqali chiqadigan, tanamizda tarqaladigan gormonlar qanday paydo bo'ladi? U qanday fermentlarga aylanadi? Hujayralarimizga qanday ta'sir qiladi? Insonni mana shu hujayrasidagi holatlar uni sifatiga qanday ta'sir qiladi va bu bizni xatti-harakatimizga qanday ta'sir qiladi? Bu fe'l atvorimizda qanday ko'rinadi? Mana shu savollarga to'liq javob oladigan bo'lsangiz, siz o'ylab ko'ring, imkoniyatingizni qanday darajada ishlata olasiz? Diqqat qiling, hozir men sizga insonning ichki olamini formulasini ko'rsataman. Sanab o'tilinganlarni barchasini agar tartiblaydigan bo'lsak, u mana bunday ko'rinishga keladi. Bu siz uchun butunlay yangilik bo'lishi mumkin. Yangi bir ko'rinish, yangi bir insonning ichki olami haqida ma'lumot. Agar siz bu ma'lumotlardan to'liq foydalana olsangiz, to'liq ishlata olsangiz, sizga qanday imkoniyatlar ochilishi haqida bir o'ylab ko'ring. Siz bunga tayyormisiz? Agar sizga bu ma'lumotlar haqiqatdan qiziq bo'lsa va aslida siz qanday tashkil topganingizni, ichki olamingiz qanday tashkil topganini bilishni istasangiz, pastda tayyorman deb yozib qo'ying. Biz esa davom etamiz. Eng birinchi ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish. Inson mana shu 5 ta qabul qilish organi orqali ma'lumotlarni qabul qiladi. Har biri haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Ko'rish. Inson hamma narsani ko'raman deb o'ylaydi, lekin aslida unday emas. Aslida odam o'zi xohlaydigan narsasini ko'radi, qo'rqadigan narsasini ko'radi va hozirgi holatdagi kayfiyati qanday bo'lsa shu narsani ko'radi. Aytib o'tganimdek, hozir bu 5 ta his qilish organi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman, chunki buni o'zi bir juda katta dars va ichida shunaqangi katta ma'lumotlar borki, anatomiyani, psixologiyani va hozirgi kundagi sizni fe'l atvoringizda bo'layotgan narsalarni hammasini birlashtirib darslar tayyorlangan. Xo'p, bundan qanday xulosa olishimiz mumkin? Inson deyarli hamma narsani ko'raman deb hisoblaydi, lekin aslida unday emas. Inson ko'rayotgan narsasiga qarab o'zini hozirgi kundagi holatini ham bilib olishi mumkin. Endi eshitish to'g'risida odam hamma narsani eshitaman deb hisoblaydi. Lekin aslida-chi, xuddi shu formula istayotgan narsasini, ya'ni xohlayotgan narsasini eshitadi, qo'rqayotgan narsasini eshitadi va hozirgi holatda kayfiyati qanday bo'lsa, xuddi shu narsani eshitadi.
YouTube'dagi mana shu kanalimizda quloqdan foyda yo'q degan video tayyorlaganmiz. Silkasini ham hozir chiqarib qo'yaman. Qiziq bo'lsa, batafsil ko'rishingiz mumkin. Siz uchun juda ham bir katta yangilik bo'ladi agar oldin ko'rmagan bo'lsangiz. Bu darsni mana shu qismida undan ham kengroq ma'lumotlarni tayyorlaganmiz sizga. Chunki insonni har bir qulog'idagi qismchalari nima sababdan eshitadi, nima sababdan eshitmay qoladi, qanday ma'lumotlarni eshitadi, qanday ma'lumotlarni eshitmaydi. Shu to'g'risida sizlar uchun katta ma'lumot tayyorlaganmiz. Men sizga bir misol qilib aytishim mumkin. Ba'zida xodimingiz yoki farzandingiz siz gapirgan gapni eshitmaydi. "Ay, senga mana bu narsani aytdim", siz "Yo'q, menga aytmagan edingiz" deydi. Siz aytasiz, "U aldayapti". Yo'q, u haqiqatdan eshitmagan. Nima sababdan eshitmagan? Buni ham o'ziga yarasha ketma-ketligi bor va har bir odam sizni gapingizni eshitish uchun va gapingizni tushunish uchun qanday gapirish kerak, bu haqda ham ma'lumotlar tayyorlaganmiz. Demak, 5 ta his qilish organi, hid bilish, ta'm bilish, his qilish formulasini tushundik. Bular haqida batafsil ma'lumot darslarimizda bor. Mana shu 5 ta his qilish organi orqali qabul qilingan har qanday narsa aqlni zavodiga tushadi. Aql bu alohida mavzu. Men bu joyda qisqacha keltirib o'taman, chunki biz aqlimizni qanday ishlashini bilmaymiz. Shuning uchun arzimas narsalarga ovoramiz. Shuning uchun o'zimizdan nimadir qoldirish haqida o'ylamaymiz. Shuning uchun arzimas, bitavoy, kundalik narsalar bilan ovoramiz. Shuning uchun chegaramizdan, o'zimizni patologimizdan, ya'ni miyamizga qo'yib olgan chegaramiz bor. O'shandan chiqib keta olmaymiz. Agar biz u narsadan chiqib keta olsak, bilasizmi, biz butunlay boshqa odamga aylanamiz. Boshqa darajadagi odamga aylanamiz. Aql mavzusida aynan shu to'g'risida ma'lumotlar tayyorlaganmiz. Aql ikki xil aql bor. Birinchisi ego va bu asosan plus minus bilan ishlaydi. Plus minus degani yaxshi, yomon, kerak, kerak emas, past, baland. Uni ishi faqat shundan iborat. Ikkinchi aql esa sog'lom aql yoki yuqori aql desak ham bo'ladi. Sog'lom aql haqida yoki bu yuqori aql haqida qisqacha ma'lumot gapiraman desam ham hozir juda ham katta bo'lib ketadi. Shuning uchun buni darsga qoldiraman va shuni aytishim mumkinki, aqlni mana shu birinchi aql va ikkinchi aqlni ishlashiga qarab inson qarorlarini birinchi qismini qabul qiladi. Ya'ni insonning qarori bu shunchaki paydo bo'lib qolmaydi. Etaplardan o'tadi va 4 ta etapdan o'tish orqali insonda qaror qabul qilinadi. Bu o'sha etapni birinchi qismi. Va bu qaror hozirgi kunda umumiy tilda aytilganda dunyoqarash deb nomlanadi. Xo'p, mana shu aql orqali 5 ta his qilish organidan olingan ma'lumot o'tdi, ya'ni u qanday tahlil qilinadi, qanday obработка qilinadi, rus tilida aytganda darsda aytib o'tamiz va fikrlar qozoniga tushadi. Har bir qabul qilingan ma'lumot aql orqali tahlil qilingandan keyin fikrlar qozoniga o'tadi. Diqqat qiling mana shu joyiga. Fikrlar qozoniga o'tganidan keyin bu ma'lumotlar yo insonga quvvat bo'ladi yoki xulosalarga aylanadi. Xulosalarga aylanishiga sabab bo'ladigan narsalar bor. Odamga qarab, vaziyatga qarab va ma'lum bir sabablarga qarab xulosalarga aylanadi. Mana shu xulosalarga aylanishi ham bekordan bekor bo'lmaydi. Qachonlardir ko'rgan narsasi, eshitgan narsasi, bilgan narsasi, vaziyati hammasini odam eslab qolib, qabul qilgan har qanday ma'lumotini xulosalar bo'yicha turlarga ajratadi. Va mana shu xulosalar insonning qarorini ikkinchi qismini tashkil qiladi. Biz o'ylaymiz, bizda xulosalar o'zidan o'zi paydo bo'lib qoladi. Yo'q, o'zidan o'zi bo'lmaydi. Uni yoshlikda ko'rgan narsangiz, eshitgan narsangiz, qaysidir narsani orqasidan kalta yegansiz, gap eshitgansiz, bularning hammasini ta'siri bor. Bilasizmi? Ba'zi bir xulosalar bor. Siz ana shu xulosalar sabab oldinga yura olmaysiz. Oldinga qadam qo'ya olmaysiz. Imkoniyat bor, hamma narsa bor. Yo'q, qila olmayapman deb turaverasiz. Qachonki o'sha xulosalarning sababini topasiz, hal qilasiz, undan keyin sizga xuddiki yo'l ochilganga o'xshaydi. Bu o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Bu o'zidan o'zi sodir bo'lmaydi.
va ana shu keraksiz xulosalarni qayerdan kelganini siz aniqlashingiz va ularni hal qilish imkoniyatingiz bor. Endi bu xulosalarni bir nechtasi yig'ilib to'planib tushunchalarni hosil qiladi. Ko'pincha aytilinadi-ku, ustanovkangni o'zgartirishing kerak deydi. Yo bo'lmasa ba'zi odamlar aytadi, "Meni ichimda bloklar bor, shuni olib tashlashim kerak." Ana shularning hammasi tushuncha. Bu xulosalarni katta qismi yig'ilganidan paydo bo'ladi va uni agar siz olib tashlaydigan bo'lsangiz, butunlay boshqa insonga aylanishni boshlaysiz. Bu tushunchalarni ko'pchilik olib tashlashning iloji yo'q deb hisoblaydi yoki o'zgartirish qiyin deb hisoblaydi. Aslida to'g'ridan to'g'ri kirib borsangiz, buni deyarli iloji yo'q. Insonda tushunchasini o'zgartirish uchun juda katta mehnat qilish kerak bo'ladi, lekin unga kiradigan eshiklari bor. Xuddi labirintga o'xshaydi. Qachonki ana shu labirint orqali kirib borasiz, to'g'ridan to'g'ri tushunchaga yetib borasiz va uni siz osongina o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Tushunchalarning soni juda ham ko'p. Bu to'g'risida darsda hali batafsil ma'lumot berib o'taman va ularning turlari bor. Ularni qanday eskisini uzish kerak, yangisini joylash kerak yoki ma'lum bir turdagisini butunlay olib tashlash imkoniyati ham bor. Va bular qanday qilinishi to'g'risida ham darsda to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, endi aytib o'tishim kerakki, insonning qarorini 3-qismi mana shu joyda hal bo'ladi. Ya'ni har qanday qiladigan qarorini 3-qismi mana shu joyda shakllanadi. Tushunchalarga va tushunchalarni qanday joylashganiga qarab turib inson qarorini 3-qismini hal qiladi. Endi qaroringizni mana shu qismidagi narsa niyat deb nomlanadi. Biz o'ylaymiz, niyat bizda o'zidan o'zi paydo bo'ladi. Yo'q. Niyat sizni tushunchalaringizni orqasidan paydo bo'ladi. Siz tushunchalaringizni o'zgartirmaguncha niyatingizni to'g'rilay olmaysiz. Bir ishni qilishni boshlaysiz, yaxshi niyatda boshladingiz, yaxshi ishni boshladingiz, lekin shuni boshlagan paytingizda xayolingizda bir narsa o'tadi-da, mana bu odam bir marta ko'rib qo'ysa-chi. Bo'ldi, u niyat buzildi. Va katta ishlar qilmoqchi bo'lgan paytingizda, katta qadamlar qo'ymoqchi bo'lgan paytingizda, o'zingizdan nimadir qoldiradigan darajada ishlar qilishga qadam qo'ygan paytingizda mana shunday muammolar sizni oyog'ingizdan shunday chaladi. Shunday chaladiki, siz yarim yo'lga yetib bormay yiqilaverasiz. Shuning uchun tushunchalarni albatta tartibga solish kerak bo'ladi. Bu tushunchalar insonni 9 ta ehtiyojiga ozuqa bo'lib beradi. Ya'ni mana shu tushunchalar orqali bizning ehtiyojlarimiz ozuqlanadi. Bu ehtiyojlarning soni 9 ta. Birinchi ehtiyoj tan olinish ehtiyoji, ikkinchisi rohatlanish ehtiyoji, uchinchisi azoblanish ehtiyoji. Insonda azoblanishga ham ehtiyoji bor. Hayron bo'lishingiz mumkin, lekin ko'p hollarda biz rohat topolmasligimizning sababi ham azoblanishga bo'lgan ehtiyojimiz bor. Uni to'ldirmaganimizdan. Uni to'g'ri yo'l bilan to'ldirish mumkin. To'g'ri yo'l bilan to'ldiradigan bo'lsangiz, sizda kerakli joyda azoblanishga hojat qolmaydi. Mana shu to'g'risida ham darslarimizda gapirib o'tamiz. Keyingisi xavfsizlik ehtiyoji, keyingisi egalik qilish ehtiyoji, keyingisi o'sish, rivojlanish ehtiyoji, keyingisi iste'mol ehtiyoji, keyingisi bor bo'lish ehtiyoji va 9-si xolis bo'lish ehtiyoji. Ko'pchiligimiz ma'lum bir ishni xolis qilyapman deymiz. Xolis bajarmoqchiman deymiz. Yo xolis bo'lish uchun nimadir qilamiz, lekin qolgan 8 ta ehtiyoj to'lmagani uchun, qolgan 8 ta ehtiyoj hal bo'lmagani uchun biz bu ishni xolis qila olmaymiz va natijasidan norozi bo'lib turaveramiz. Bu 9 ta ehtiyoj bizni emotsiyalarimizga to'g'ridan to'g'ri bog'langan. E'tibor bergan bo'lsangiz, insonni mana bu emotsiyalarini xuddi bir klaviatura ko'rinishida qilib qo'ydim. Bu misol keltirish uchun juda ham qulay bir narsa, chunki haqiqatan ham klaviaturaga o'xshaydi. Bu emotsiyalarni qaysi birini bossangiz, bizni hayotimizda xuddi shu narsa ko'rinishni boshlaydi. Endi shu joyda sizga yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bizni mana shu klaviaturamizni qaysidir odamlar bosib qo'yishi orqali bizda emotsional bog'liqliklar paydo bo'lib qoladi. Ma'lum bir odamni esdan chiqara olmaysiz. Ma'lum bir odamni doim xayolingizda turadi, kimnidir yaxshi ko'rib qolgan, doim qiynalib yuradi.
kimdir yomon ko'rib qolgan, bir umr shuni eslab nafratlanib yuradi. Bu emotsional bog'liqlik. Eng qizig'i buni olib tashlashning imkoni bor. U sizni qaysi klaviaturangizni bosganini topasiz va u orqali keling bu yoqni darsga qoldiraylik, chunki juda ham katta mavzu. Qisqacha tushuntirib bersam, faqat savol ko'payadi xolos. Faqat bitta narsa, sizda emotsional bog'liqlik bo'lib qolganmi? Kimgadir nisbatan emotsional bog'liqlik his qilganmisiz? Odamga nisbatan, joyga nisbatan, hidga nisbatan, rangga nisbatan. Bularni hammasini o'ziga yarasha sabab bor. His qilgan bo'lsangiz kommentariyada "Ha, menda emotsional bog'liqlik bo'lgan" deb yozib ketsangiz, xursand bo'lar edik. Endi emotsional bog'liqlik bilan birgalikda har bitta emotsiyani ishlash tartibi bor. U tangaga o'xshaydi. Ya'ni dualnost, ikkilik har bitta emotsiyada bor. Bu degani, sizda xursandchilik bo'lsa, tangangizni ikkinchi tomoni qiyinchilik. Mana shu joyi ham ochiq qolsin. Chunki yana bir marta aytyapman, katta mavzu, katta narsa. Hozir tushuntirib baribir ulgura olmayman. Bir narsani aytib o'tishim kerak. Siz rohat topishga qanchalik intiladigan bo'lsangiz, azob ham shu bilan birgalikda keladi. Va buni hal qilish yo'li bor. Qanday qilish to'g'risida darsda gaplashamiz. Bu aytib o'tganimdek klaviatura 22 ta asosiy emotsiya, 2 ta qo'shimcha emotsiya bor va insonning qarorini 4-qismi mana shu joyda paydo bo'ladi. Insonning qarorini paydo bo'lishini 3 ta qismini aytib o'tdik. 4-si emotsiyalarga bog'liq. Ya'ni siz qaysi emotsiyada turganingizga qarab ham qaror qabul qilasiz. Va aytib o'tganimizdek bu narsalar emotsiyalar. Mavlono Jaloliddin Rumiyning bir gaplari bor. Sen bo'l. Shod ekansan, so'z berma. Xafa ekansan, javob berma. Darg'azab ekansan, qaror berma. Ya'ni siz emotsiyalaringiz klaviaturasi bosilgan paytda haqiqatda ko'rmasligingiz ehtimoli juda ham katta. Ko'rmaysiz desa ham bo'laveradi. Xursand bo'lganingizda ham, xafa bo'lganingizda ham, har qaysi birida. Shuning uchun yaxshilab e'tibor bering. Ko'pincha sizdan nimadir so'rashni xohlagan odamlar, sizdan nimadir kutayotgan odamlar oldin sizni xursand qilib turib so'raydi. Sizga nimanidir o'tkazishni, berib yuborishni, nagruzka yuklashni xohlagan odamlar avval jahlingizni chiqaradi. Shuning uchun diqqatli bo'lib qo'yasiz. Endi bu emotsiyalarni klaviaturasini har bittasi bosilganda insonning organizmidagi bezlar bor. Gipofiz, epofiz, qalqonsimon bez, timus bezi, buyrak usti bezlari, oshqozon osti bezlari, ayollarda urug'don, erkaklarda tuxumdon. Mana shu bezlarni aktivlashtiradi. Va gormonalniy o'zgarish deydi-ku, erkaklarda ham, ayollarda ham. Mana shu gormonalniy o'zgarishlar ham emotsiyalarga bog'liq. Qachonki emotsiyani nazorat qilishni boshlaysiz, sizda gormonalniy o'zgarish joyiga keladi. Qachonki emotsiyalaringizni tartibga solasiz, sport zalga borganingizning foydasi bilinadi. Tanangizda o'zgarish juda ham tez bo'ladi. Agar bu narsani tartibga solmaydigan bo'lsangiz, ozgina vaqtdan keyin undan battar holatga kelib qolishingiz mumkin. Qachonki emotsiyalaringizni to'g'rilaysiz, tanangizni holati o'zgaradi. Kimdadir tiniq bo'ladi, kimdadir yoqimli rang bo'lib qoladi. Qachonki emotsiyalaringizni tartibga solasiz, hidingiz yoqimli bo'ladi. Shuning uchun bilsanglar agar ilmli, ahli ilm bo'lgan odamlar bor. Yoniga borsangiz-chi, atiri bo'lmasa hamchi, hidi yoqimli bo'lib turaveradi. Haqiqatdan ilm olgan, foydali ilm olgan va amal qilgan odamlarning hidi yoqimli bo'lib qoladi. Chunki o'sha ichki dunyosi tartibga solingan, emotsiyalari tartibga solingan. Qachonki emotsiyalaringizni tartibga solasiz, gapingiz ta'sirli bo'ladi. Qachonki emotsiyalaringizni tartibga solasiz, qilayotgan ishingizda ma'no paydo bo'ladi. Qachonki emotsiyalaringizni tartibga solasiz, fokusingizni bir joyga jamlay olasiz. Qachonki emotsiyalaringizni tartibga sola olasiz, boshqa odamning provokatsiyasiga va manipulyatsiyasiga uchmaysiz. Qachonki emotsiyalaringizni tartibga sola olasiz, har qanday holatda, har qanday ishni bajarishga kuch topa olasiz. Bu shu darajada muhim narsa, lekin bizga bu narsalar imkon qadar yetkazilmaydi. Sababi bor, chunki
Agar siz bu ilmlarni bilib oladigan bo'lsangiz, agar siz bu ilmlarni olib amal qiladigan bo'lsangiz, diqqat qiling. Boshqa odamlarni yo'liga yurmay qo'yasiz. Ular hech kim sizni boshqara olmay qoladi. Hech kim sizni qo'pol qilib aytganda qo'y qila olmay qoladi. Hech kim sizga xohlagan narsasini sota olmay qoladi. Xohlagan gapini o'tkaza olmay qoladi. Bu juda ham yoqimsiz kimlar uchundir. Shuning uchun siz doim emotsional holatda yurishingiz, yo doim nimadandir qo'rqib turishingiz, yo doim nimanidir xohlab turishingiz, yo doim alam qilib turishi, yo doim nafratda yurishingiz sizni boshqarish uchun juda ham qulay instrument. Bu narsadan qutulishni xohlasangiz, albatta bu to'g'risidagi ilmlarni olishingiz kerak bo'ladi. Hozir gapirganlarim sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimning 0.1% qismi xolos. To'liq ma'lumotni xususiyat loyihamizda olishingiz mumkin. Ko'rsatilgan telefon nomerlari orqali va Telegram manzillarga yozib, loyihaga qo'shilishingiz mumkin. Undan tashqari bizni har bitta internet tarmog'imizdagi manzilimizda bu kurs haqida ma'lumot berib o'tganmiz. Agar sizga bu loyihamizni dasturi, darslar qanday o'tilinishi qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoni opisaniyasida loyiha dasturi deb ko'rsatib qo'yaman. PDF variantda Telegram kanalimizga o'tib olishingiz mumkin. Undan tashqari sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, loyihamizni taqdimoti bo'lib o'tgan, taqdimotini ko'rib, yanada batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Demak, yuqorida aytib o'tgan narsalarimni kim o'rganishni xohlaydigan bo'lsa, o'zidan foydali nimadir qoldirishni xohlasa va o'zi uchun qiynalib ketgan, o'zi uchun qurib olgan patologiyadan, o'zi uchun qurib olgan qamog'idan chiqib ketishni xohlaydigan bo'lsa, mana shu loyihaga taklif qilaman. Assalomu alaykum.